Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 21 soniga hoş geldinglar. Bugün biz Sharq Turkiston sürgün hökuməti Maarif ve Dini İşler Ministri Adil Abduhamid efendimni bu programımızga teklif kıldık. Programımızga hoş geldiniz. Wa alaykum assalam. Programga teklif qilganingizga xush bo'ldim. Rahmat. Rahmat. Endi biz hozir yangi yil arifasida turibdik. Hammanglarning yangi yiliga muborak bo'lsin. Adil efendim bizning ministrimiz senda va dinda to'liq yetishgan. Bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan ministrimiz. Bugun bu to'g'risida paranglashimiz. Hammamiz bilganimizdek Xitoylar izchil bizning ma'rifimizni qattiq kontrol qilib kelgan. Xitoy tilida sinib kirishni hech qachon to'xtatgan emas. Gerçi bizning davrimizdagilar 11 yil muntazam ana til ma'rifida tarbiyalanish fursatiga ega bo'lgan bo'lsak-mo, ammo bu faqat mezgillik, bir mezgillik. Xuddi palto tushkicha ko'tak aram olibdi degandek bir ish. Oxirida Xitoylar bizga taalluq bo'lgan hamma narsani yo'q qiladi. Buning misolini ko'z oldimizda hammamiz ko'rib turibdik. Ma'rif kimning qo'lida bo'lsa, millatning kelgisi, vatanning kelgisi shuning qo'lida bo'ldi. Ushbu vajidan bizning ma'rifimiz cho'qim o'zimizning qo'lida bo'lishi kerak. Mayli diniy bo'lsin, mayli fanniy bo'lsin, cho'qim o'zimizning qo'lda, o'zimizning ma'rif bo'lishi kerak. Biz o'zimizningki avlodlarga o'zimizning boshlang'ich va o'ttir ma'rifni berish huquqiga ega bo'lsak, undan keyin bizning mustaqilligimiz kafolatga ega bo'ldi. Bugun biz oldi bilan Adil efendim bilen Maarif ve Dini İşler Ministrimiz Adil efendim bilen tanışıp çıkaylı. Siz özünüzden bir tanıştırıp etken olsanız. Akıl. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Rasulihil emin. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Ekranadaki kendidaşlar ve riyasetçi kendişim. Ben Adil Abduhamid. 1986 yılı Sharq Turkistonning Lopnur naysida oldum. Yani Korunun Lopnur demsek, Xotanning Lop bilan aralashib qolgan. Korunun Lopnur naysida dunyoga keldim. Başlangıçta özümüzden naysida o'qidim. O'rta maktabni Korulda tunji tajriba sinfida shu bizning oblastda ichilgan tajriba sinfida o'qidim, yataqda edim. 2004-yildan 2005-yilgacha Urumchida 1 yil tayyorlik o'qidim. Ondan 2005-yili qayta imtihon berib, Nankay universitetiga o'tgan bo'ldim, Xitoyning Tianjin shahridagi. Ondan uning tayyorligini Xitoyning Henan universitetida 1 yil o'qidim, 2005-yil. 2006-yildan boshlab Xitoyning Tianjin shahridagi Nankay universitetida 2010-yilgacha qo'llanishchan fizikaning optik yo'nalishida bakalavriat o'qidim. Ondan 2010-yil o'qish bitgandan keyin dinda o'qish uchun Misrga bordim. Misrda 1 yil arab tili o'qidim. Undan keyin 2012-yilga kelganda Saudiya Arabistonning Badinidagi Jamiyatul Islomiya, ya'ni Islom universitetidan bir chaqiriq keldi. Shuning bilan u yerga Misrdan bordim. Misrdan berib da'vat va usuliddin deymiz. Da'vat va din asoslari fanlari bo'yicha bakalavriat o'qib 2017-yilda bitirdim. Bakalavriat unvonini olgandan keyin 2017-yildagi qalamqonchilikda bir muncha qarindoshlar bilan birga Misrda, Saudiyada o'qigan bir muncha qarindoshlar bilan birga Gollandiyaga ko'chib keldim oilam bilan. Oilam ko'chib kelgandan keyin bu yerda ko'chmanlar idorasiga ishlarimizni bir mezgil saqlash to'g'ri keldi. Bu ishlarimiz hal bo'lib, hamma narsalarimiz chiqqandan keyin kompyuter injenerligida tarbiyalangandan keyin hozir qo'llanishchan matematika va texnika mulozimati bilan shug'ullangan bir xalqaro shirkatda kompyuter injeneri, yumshoq detal injeneri bo'lib ishlayapman. O'zingizning misolimi din va fanda o'rtaq yetishgan talantli bir insonsiz. Siz bu qatim Maarif ve Dini İşler Ministri oldunuz. Bu din bilan bu Maarif bir-birisiga chiqishib qolamdi. Bu nayt yaxshi savol bo'ldi menimcha, chunki bizning ministerligimizning ismi Maarif ve Dini İşler Ministrligi. Buni ko'rgan odamning birinchi bo'lib kalisiga keldigani bu savol. Shuning bu savol javob berish uchun oldi bilan boshqa bir savol javob berishimiz to'g'ri keldi. Chunki biz din bilan ma'rif degan vaqtimizda dinning o'zini maqsad qilamiz, lekin ma'rif degan vaqtimizda biz fanni maqsad qilamiz ko'pincha. Shuning uchun oldi bilan din bilan fanning munosabati qanday degan bir narsa uchun o'tirish to'g'risida to'xtalib o'tish to'g'ri keldi. Masalan, din degan nima degan vaqtimizda dinning o'zi bir arabcha gap. Bu yo'l degan gap. Ya'ni bir
kesbi islohni yapayotgan, ya'ni butunlaylik islom dinidan emas, nuqul islomdan emas, balki dinga umumiy nazar solgan vaqtimizda kesbiy nuqtadan biz din degan nima deymizcha, bir e'tiqod obyektining, ya'ni bir ilohning yoki bir ma'budning shu o'zining e'tiqodchilariga belgilab bergan bir yo'li, ya'ni hayot prinsiplari, ibodat ahkomlari bo'ladi. Endi islom dini degan nima degan vaqtida Allah'ın çekligenlerinden yinib, buyruğallarına itaat qilish orqali Allah'a bir qulchilik bildirishni biz buni islom dini deymiz. Endi yeni bir istiloh qanday bo'ladi desa, Allah subhanahu taolo o'zi yaratgan shu insoniyatning baxti uchun, ichki dunyolik saodat uchun belgilab qo'ygan belgilanmalari va uni payg'ambar orqali bizga yetkazgan narsani biz islom dini deb ataymiz. Endi pen degan nima unda bo'lsa desa, penni oddiy degan vaqtida Alloh taoloning o'zi yaratgan maxluqotlarga putib etgan xususiyatlari ve şu xususiyetlerini egallash qonuniyatlari ve şu qonuniyatlarni egallash usullarını biz pen deb ataymiz. Bunda bu vaqtda qarab baqadigan bo'lsak, bu ikkisining hech qanday bir-biriga zid keladigan yeri, balki bir-birini kuchlantiradigan va bir-birisi yo'l ochadigan narsa. Qachonki bizning penni bilimimiz kuchlangan vaqtida bizning Allohga bo'lgan tunishimiz eshib boradi va iymonimiz tegim mustahkamlanadi. Endi penni bazı yerlere dinge hizmet kıldı. Mesela miras ilmi de değil. Miras ilmi de matematik olmasa biz mirasını doğru bilemeyiz. Ve başka zakat mı? Şu pen bulmayılan olsa biz bazı nesneleri doğru bilemeyiz aşçı. Yani şu müşrikler bir asasını diyelim ki bu dinle pen birbirisi herkes zıt demez. Belki ziş münasebetlik neyse. Hem de sualınızın üzü kayıtıp gelsek hem de marif diyen nime olsa diyende marif işte kadimden tartıp bu şoğulunlup gelgen neyse ya ki İptidai şekilde ya ki muntasim şekilde şoğulunup gelgen narsa. Endi bununla kişiler kadimden tartıp bir tabirlerini berip gelgen. Bazılar bunun maqsadi qarta bir tabir bergen bolsa, bazılar bunun jarayoniga ve bazılar yana bunun natijasi qarta bir tabir bergen. Bunun natijasi bu tabirlar qarab qargan bolsak, bu tabirlarning ichida menimcha bizga to'g'ri keldigini qaysi degan vaqtida ma'rif deganimiz mushu bir toplum, bir jamiyat yoki bir qavmning o'z toplum a'zolariga, bo'libmi bolalarga mushu toplumның qimmat qarashlari, yüksek qimmat qarashlari ve birlikka kelingan qoida nizomlarini o'rgatish orqali shu jamiyatga, shu toplumga layoqatli qilib chiqish jarayoni. Endi bu musulmonlarning yoki islomiyatning yoki bizning o'zimizning ma'rifimiz yoki qanday bo'lish kerak bunday bo'lsa degan vaqtida biz bir islomiy xalq bo'lishimiz bilan bizning ma'rifimiz cho'qim bir layoqatli musulmonni tarbiyalab chiqish jarayoni bo'lishi kerak. Ya'ni bu layoqatli musulmon degan vaqtimiz biz nimani ko'zda tutamiz degan vaqtida o'zining yaratgan egisi bo'lgan Allohni tonish kerak. Shu Allohga ibodat qilgan yo'llarini bilish kerak. Va shundaqla haloldan rizq deb yeyalaydigan bo'lish kerak, kasbiy egisi bo'lish kerak va Allohning dinining shavkiti uchun kishilar uningdan zo'qlangandek bir layoqatli bir musulmon bo'lish kerak. Ya'ni shu o'zi turayotgan jamiyatning mayli qanday bir jamiyat yashasin, shu jamiyatdagi oldingi avangardlardan bo'lishi, axloq jihatdan bo'lsin, kasb jihatdan bo'lsin, taraqqiyot jihatdan bo'lsin, avangardlardan bo'lish kerak. Kishilar buning qarg'a vaqtida atrofimdagi kishilar shunga o'xshash bo'lgan, men shunga o'xshash bir musulmon bo'lib avangard bo'lsam ekan degandek shunday bir holatda bo'lish kerak bizning ma'rifimizning vazifasi. Shuning uchun bizning hozirgi ahvolimizga qarab qarag'an bo'lsak, bugungi kunimizga bizning nishonimiz nima deganda nihoyat uzoq bir mushkul vazifamiz bor. U bo'lsa mustaqillik. Bu mustaqillik bizdan nima talab qildi desa, bir layoqatlik, to'g'ri e'tiqodlik, kuchli iymonlik va fanniy bilimlarda nihoyat kamolat ketgan bir musulmon bo'lishimizni, kuchli musulmon bo'lishimizni talab qiladi. Shuning uchun mushu misollarni olib aytgan vaqtimizda, yana men o'zimning misolini olib aytsam bo'ldi bunda. Yana bunda qanday deyalayman degan vaqtida, masalan, din bilan ma'rif bir-biriga nima degan vaqtida zidmi deganda zid emas, bir-birini chetga qo'yamiz, chetga qo'ymaydi. Masalan, o'zimning misolini olib aytsam, ben 18 yaşgacha dinda majbur ariflik degan fanniy ma'rif o'qidim. Undan keyin dinni o'qidim. Bu 18 yoshga olgan mening dindan ayirib etilgan, xoli qilib etilgan bu ma'rif tarbiya mening diniy tarbiya ilishimni hech qanday bir cheklab qo'ymadi. Diniy tarbiyani tanlashimni cheklab qo'ymadi. Andin men yana shu 5 yil dinni o'qib bo'lgandan keyin Gollandiyaga keldim va yana fanda qaytib shug'ullanib, o'zimning bir alan rizqimni tepyapman. Yana bir kompyuter injener bo'la oldim. Ya'ni yuqori bir texniklik kasbda. Demak, bu bir-birisiga zid emasdan, bir-birini to'liqlab, bir-birini turkilik rol o'ynab, mushuna ketib bordi. Men emas, mening atrofimda nurg'un qarindoshlarim bor. Ya'ni men o'xshash boshda fan o'qigan, undan keyin din o'qigan, undan keyin yana o'zining nimasini mushuna yuqori texnik sohasida deb ishlayotgan qarindoshlarim bor. Bu misollarga qaraydigan bo'lsak, endi bizning bu Sharq Turkiston xalqining dini bilan ma'rifi herkes bir-biriga zid kelmaydi. Balki bir-birini to'liqlaydigan va bir-biridan ayirib etil bo'lmaydigan zich munosabatlik bunday hisoblanadi.
To'g'ri. Rahmat. Siz buningga to'liq javob berdingiz. Bizningki Sharqiy Turkistonda diniy zatlar bilan fanniy olimlar o'rtasida davomli bir to'qinish bor edi. Bu ikki yo'ldagi odamlardek bir xil haqqa tushuncha berib kelgan. Shunday bir tuyg'u hosil qilib qo'ygan. Gepi bir yerdan chiqmaydigandek. Sizning tushuntirishlaringizni olgandan keyin bu ikkisi bir-biriga qat'iy zid emas. Uning ustiga bizning bu qatorliq Sharqiy Turkiston sirgin hukumatimiz din va ma'rifni birlashtirib bir ministerlik qurib chiqqanning o'zi nihoyatda to'g'ri bo'lgan bir ish. Bundan keyin bizningki ma'rifimizninki vazifasi layoqatli musulmondan qilib chiqish. Ma'rifda layoqatli bir inson qilib tarbiyalab chiqish dedingiz. Bu to'g'ri bir ish. Layoqatli musulmonninki birinchi burchi vatan. Shunday bo'lgandan biz bu yo'lni to'g'ri oldik degan gap. Sizningki o'zingizning misolimi bunga to'g'ri javob berdi. Ham fanda, ham dinda yetishgan bir insonsiz. Bu o'ringa to'limi loyiqsiz. Endi ben sizdan yana bir savol so'ray. Bizning din va ma'rif sohasimizdagi masalalarning o'tganiga va kelgusiga bir nazar silib ko'ramsiz. Endi din bilan ma'rif sohasidagi masalalarning o'tganiga va kelgusiga nazar silib chiqish bu nihoyat cho'ng ilm talab qiladigan, nihoyat cho'ng bahs talab qiladigan, uzoq munozara talab qiladigan bir soha. Ammo men qisqacha bir nazar silib o'tsam, oldi bilan musulmonlarning tarixiga nazar silib o'tsak, Peygamberimizden keyin sahabeler geldi. Sahabelerden keyin sahabelerning o'zining xilofati Rashidlar keldi. Undan keyin boshqa xilofetlar keldi. Endi mushlar qarab baksak, mushlarning oddiy bir ma'rif musulmonlar, ma'rif sal qaramasdan musulmonlar shu hozirgi zamon ma'rif deb atayotgan ma'rifimizga olamshumul to'p bilan qo'shib qo'yganbay, mushning asosini setsak, hargiz xato ketmaydi. Masalan, hozirgi biz deyotgan nizomiy maktablar, ya'ni butun nimasi va tuzumlari bo'lgan, shunday qilib hukumat tarafidan qo'g'dilgan va uning chiqimlari qilingan shunday tuzumlar ostidagi maktablar, shu bizning Selçuklar imperiyasidagi, ya'ni bir islomiy davlat bo'lgan, Selçuklar davlatining davlat atisi bo'lgan Nizamul Mulk Tusiga nisbat berilgan maktablar. U zot qanday qilgan desa, ash vaqtning o'zida chiqimi hukumat tarafidan qilingan, o'zining nishoni aniq bo'lgan, kun tartibi aniq bo'lgan, butun kunlik maktablarni barliq keltirib, mushlar bir narsani o'tirib chiqargan. Endi shuningdan darak qilib, hozirgi bizning universitetlarimiz, maktablarimiz shuningdan o'rnak kelib, bugungi kun keldi. Endi biz o'zimizning islom tariximizga qarab bakadigan bo'lsak, İslam dinini qabul qilgandan keyin ma'rifimiz din va fanni tang etmagan. Shuning uchun biz har qanday bir o'limlarimizga, har qanday bir mashhur shahrimizga tarixga qarab bakadigan bo'lsak, ular adabiyot bo'lsin, din bo'lsin, va boshqa sohalarda bo'lsin, astronomiya bo'lsin, boshqa sohalarda tang kamolat ketgan va shu jamiyatning har qaysi sohalarda eng avangard bo'lgan kishilardir. Bularning tarixini o'qib baksak, bularni topa olamiz. Ham bu madrasalarimizni qanday qilgan desa, faqat din bilan cheklanib qolmagan. Yana bu madrasalarimiz hisobni o'rgatgan, astronomiyani o'rgatgan, hatto shu tibobatni o'rgatgan bizga. Hatto uyni qanday tutish, mehmonni qanday uzatish, mush sohalargacha yugurib o'tgan. Shuning uchun bu dunyoda qarab baksak, biz Uyg'urlardek din bilan hayoti bu kadar jipsilashgan, bu kadar go'zal shaklda birlashgan bir millatni, bir qavmni bir yerda topa olmaymiz. Endi buni men bir misol deb o'tsam, bunga o'zim doim eslab turgan bir misolim bor. O'ylasam doimlik shu ma'rifni shunday holatga qaytarib akilishni nimam irodam tegim kuchaygan bir misolim bor. Qanday deganda biz dinni ancha-muncha oliy maktabda tarjima kitoblarni ko'rib o'rgangandan keyin ta'tilda yurib qaytgan vaqtimizda bir do'stim meni bir uyiga berib ancha-muncha dindan bir narsa so'zlab berishga taklif qildi. Taklif qilgandan keyin bu biz payg'ambarlarning hayotidan boshladik. Payg'ambarlarning hayotidan boshlab Ismoil alayhissalomning qissasiga kelgan vaqtimizda shu bir do'stimning cho'ng onasi bizga birga o'tirib qoldi biz bilan birga. O'ltirgandan bu yerda biz naq Ismoil alayhissalomning qurbonlik qilish voqeasini so'zlayotgan vaqtimizda. Cho'ng onamiz buni anglab o'tirib shunday bir ko'zlariga yaxshiyib ketdi, shunday ta'sirlandi. Shu holatda shu yosh bolalarimizning shunday o'rganganliklarini ben qo'shib oldim, din bilan fanni birlashtirgan ulardan sizlar fanni o'qiblar chiqib qolam deb ansigandim, ammo shunday bo'lganda yaxshi bo'ldi deb aytdi. Ta'sirlanib ko'ziga yosh oldi. Ondan bizga xohlasanlar, men ruxsat qilsanglar, men bir she'rni deb bersam, madrasada o'qigan deb, madrasada o'qigan cho'g'animizga. Ular biz bu pandil o'qib, madrasadan aytdi, majbur yiroqlashtirib yetilgachga, madras bizga bir qorong'u dunyo, hech nimani bilmaymiz bu to'g'ri. Shunda buni qiziqib o'qib berslar, cho'g'ana onlayn desak, shunda cho'g'animiz bizga bir uzun bir beytni o'qib berdi, ammo uning 2 misrasi esimda qolib qoldi. Shunda deb bersam,
Bu İsmail Aleyhisselam'dan demiş bulup, taşını kessem, İsmail'ini kessem, kesmeysen degen bir iki misal isim kapattık. Kalan mezmun isimde ama beytinin öz isim yok. Ahırgacha anlap baktık, işkandak bir ehli sünnet vel cemaatının akidesi zıt olan, hurafi olan, biddet olan işkanda neyim yok. Şunda güzel şekilde beytken, nail toğrayını anlatkan. Şunu anlap pek hoş oldu. Şunu olan puanımızı tığım kızıktım. Medres marifı olan düşüncemizden kamlığı onun kızıkışımızdan koştuk, bu kızıkış koştuk, nail çoğun bir nemi yetti. Şunu bile o dostum dedim, bir fırsat yapmış, çoğun adımızı bir ziyaret kan bolsa desem, makul da çoğun adımızdan değişti. Anadaki bir vakitten keyin biz çoğanımızı yoklap bardık. Çoğanımızın uy yezide özünün begi var. Bilgen öylüm yezdeki öylerimizde onun otursu öy buludu. Etrafı etez mevlik bağ ekan. Şunda yaptı. Bu bağ kiriş bilen birle şunda bir kuşbaqlar yedimizge uruldu. Şunda bir hoş olduk oyunu orlaştırışdımı. Şu bir gün namaz okudık çoğanımızda. Kitaplarını gördük. Yazgan bir xatlar var ekan, onu okuduk konu çizikte. Konu çizik degan hamdalki burunki chaqata yazgan bir narsalar bor ekan, uni o'qidik. Shunda bir ta'sirlandik. Ammo meni eng ta'sirlantirgan narsa nima bo'ldi desam, shu bog'ga chiqib qo'limizni tutib turib, bir ishtik aylansak bir 5 minut tutadigan bir bog'ni bizga 1 soatdek aylantirdi. Bu yerda biz nima so'zlab berdi desa, madrasada bu tibobat ustoz bular nimani o'qitib ekan desa, hojatxonaning kishiga, xolajoyning kishiga qanday gullarni terish. Ondan keyin qaysi to'g'riliq o'simlikning kishiga nimani terish, uning qaysi mevlik tarafning kishiga qanday mevlik tarafni terish, shunda bir narsalardan tortib, inchik narsalarni tortib o'rgatib ekan. Hatto o'yinning yotadigan o'yinning derisiga yaqin yerga qanday gulni terib qo'ysa, uyquga foydali. Qaramilishga foydali, havoni saqlashtirib, shu narsalardan tortib, hatto mehmon kutadigan bir mevlik tarafning ostiga qanday gullarni tersa, shu mehmon qo'shiladi shu choy ichga. Shu narsalarni tortib olganda men bu hayron qoldim. Bu madras degan bizning tushunchimizda faqat dinni o'rgatadigan, haftaga o'rgatadigan shunday bir yer bo'lishi kerak. Ammo bu narsalar qanday qilib siz bunday o'rganib qolgansam, bolam bizga madrasada tibobatni o'rgatadi, mehmon kutishni o'rgatadi, qanday choy qo'ymiz, qanday mehmon ustimiz, kim nada o'ltirib, kimni naga boshlash, yo'tqonni qanday yig'ishdan tortib o'rgatadi, bolam. Mushu sang deb bergan mush narsani biz shu madrasani o'rgangan deb shu narsani deb berdi. Şunu bilen ben qattiq bu belki madras ma'rifi bo'lgan tushuncham qaytadan bir yangilandi desam bo'ladi. Demak, shu vaqtgacha Xitoy islohotchi, bo'libmi kommunist islohotchi bizning madras ma'rifimiz nayt avangard holatda. Din bilan qilib qolmasdan o'zining butun jamiyatga bo'lgan mas'uliyatni ado qilib ma'ngan. Endi kommunist islohotdan keyin chu desa, bizning ma'rifimiz qanday holatga keldi desa, majbur holatda dindan xoli ma'rif va ma'rifdan xoli dinni bizga zo'rlab tangdi. Amaliyotda masalan diniy ma'rifimiz mavjud bo'ldi. Men uni butun yo'q bo'ldi demayman, lekin o'limalarimiz qattiq tirishib o'zining hayoti badliga, qiyin badliga uni saqlab keldi. Ammo umuman ko'pchiligimizga cho desa, bu diniy ma'rifdan mahrum qilib, buningdan pandin dim qilingan diniy ma'rif va dindan xoli qilingan, majbur xoli qilingan fanniy ma'rifni zo'rlab tangdi. Şunun bilen bu uzaq yıllık jarayonda bundaq bir qancha turli xato ko'z qarashlar shakllanadi. Buni jo'g'lab, uch narsaga jo'g'lab desak, birinchidan xato ko'z qarashlarning birinchisi insonlar nima deydi desa, din degan shu insoniyat tarixini ibtidoiy davr va zamonaviy davr deb ikki vaqt o'qini sizib olsak, ikki nuqtani biriktirib olsak, o'tirsa bir siziq tassak, mush siziqning ustida ma'lum taraqqiyot jarayonida insonning ma'lum narsaga ehtiyoji shudir. Yana ba'zi vaqtlarda yana boshqa narsaga ehtiyoji shudir. Endi o'ttirib kelganda, bu ibtidoiy davrlarda insonlar ba'zi narsani hal qilolmaganligi uchun bu din degan bir narsa o'ttirib chiqqan. Endi hozir biz zamonaviy davrga keldik. Bu din deganni cho'rib yetishimiz kerak. Bu degan ko'nlik, qaloqlik deydi. Kimki hozir dinning gapini qilsa, bular ko'nlik qilgan, targ'ib qilgan, kim namoz o'qisa yoki dinning ahkomlarini tutsa, bular qaloq bir insonlar, zamonga mos kelmaydigan bir insonlar deb qaralgan bir xato ko'z qarash shakllandi. Hem ikincisi şu dese, pen bilen din bir-birisiga zıt bir narsa, pen bayada din bo'lmaydi, din bayada pen bo'lmaydi. Hem de din degan ko'rinmaydigan narsani tadqiq qilgan, pen degan ko'gil bo'lgan, his qilib bo'lgan, o'lchigil bo'lgan bir narsani tadqiq qilgan narsa degandek bir xato tushuncha bor. Endi bunday kishilarni ko'pincha qarab qarag'an bo'lsak, ya dinni tuzuk bilmaydi, ya penni tuzuk bilmaydi. Ikkisini munosib anqoqdek nima yo'q. Endi uchinchisi şu desa, üçüncü türdeki adamlar sen nimrak adam, ötede adamlar bulup bular qanday qildi desa, din bilan pen bir-birini inkor qilmaydi. Ammo biz turmushimizni davatgandek bozorga chiqsak, qassob, navoiy uchirganga o'xshash dinmi
mushu ma'lum bir sohaga cheklanib qolgan insonlar turmushining ma'lum bir sohasini tashkil qiladigan bir fan bo'lib, endi bu Navoiyni ichiga aralashmaydi yoki boshqa narsani ichiga aralashmaydi. Shuni bilan fan turmushni tutmasa bu den faqat to'y to'kin nazar chiroq o'xshash ma'lum bir qismini tutmadi, boshqa narsaga aralashib bo'lmaydi degan bir xato tushuncha bor. Endi men o'zimni misolga olsam, shu 3-chi narsa mening ideyamda shakllangan desam ortiq ketmaydi. Toki men 18 yosh kirgichilik. Shu tarjim kitoblar bilan shu da'vatlarda uchrashqichilik. Endi qanday desa, masalan, mollamlar yoki din ahli xuddi Navoiy Mo'zdoz degandek bir kasb ahli, lozim bo'lganda chaqirib bularni Qur'on o'qitamiz yoki bir tuproq beshik chiqqanda bularni chaqirib azroq pul berib Qur'on o'qitamiz, shuni bilan bularning 1 yillik vazifasi tugaydi. Endi biz o'zimizning turmushimizni yashaymiz, ular o'zining turmushini yashaydi. Bu biz tushungan din bilan nima? Lekin hozirgi nimaga qarab baqsak, masalan, muajiratga, shunday bir xato tushunchalardan yenib chiqdik. Endi xudo hozirgi yaxshilanishlar qanday bo'layotdi desa, ona til maktablarimizda o'qituvchilarimiz ona tilni va dinni tang elib mengayotdi. Bu yaxshilanish. Endi o'zimizning diniy ma'rifimizning yoki ma'rifimizning kelgusiga, ma'rifimiz va dinimizning kelgusiga nazar soladigan bo'lsak, biz yetmoqchi bo'lgan bu nishon nihoyat uzoq, nihoyat mushkul bir nishon. Endi bu nishonda, bu vazifada bizdan nimani talab qildi bo'lsa, birisi mustahkam imonlik bo'lishimizni. Imonlikli bo'lib qolmay, to'g'ri aqidalik bo'lishimizni. Ya'ni nurg'un azg'un aqidalar bor. Insonlar ezib ketib qolgan, o'zini zoy qilib ketib qolgan nurg'un azg'un aqidalar bor. Aqidalarga o'zimizni ziyon qilib etmasligimizni, to'g'ri aqida bilan menib, to'g'ri musulmon bo'lishimizni, ondan har qaysi fanni sohalarda nihoyat kuchli musulmon bo'lib chiqishimizni talab qiladi. Shuning uchun deymizki, yangi davrdagi ma'rif strategiyamiz qanday bo'lishi kerak desa, ma'rif bilan dinni yug'urib, burungi ma'rifimizning taraqqiyotdan yana bir daraja yuksalgan holatini bu o'zimizning ma'rif qilib chiqishimiz kerak. Mening tasavvurimdagi ma'rifimiz shunday bo'lishi kerak. Rahmat. Bu hech qanday bir to'liqdan berish, tushuntirish berish ketmaydi ham to'liq bir javob berdingiz. Undan keyin siz madrasani biz tushunmaydigan, burun biz madrasda faqat diniy tarbiya berdi deydigan madrasani tushundingiz. Yani madrasada siz biz cho'ng'alimizning uyida ko'rgan koni yozig'da yozilgan, Chag'atay tilida yozilgan kitobni o'qidik dedingiz. O'qiy oldingizmi? Onu azroq o'qiy oldik, lekin shu vaqtdagi nimamiz bo'yicha men tushunamadim beklar. Bek tushunamadim, lekin onamizning nimasiga hayron qoldim, as tush nimasiga. Ba'zi narsalarni onamiz o'qiyamaydi ekan, ammo ko'zi ojizlab ketganligi uchun ba'zi yerlari kon kitob o'qiganligi uchun nimalar tushib ketgan. Va kon kitoblarni masalan ba'zi qiynalash ko'rayotgan qiynalishlarimizdan ba'zilar bildi, kitobda tahqiqlash deymiz. Ular ba'zi arablarning ba'zi yerlari uchib ketgan degandek shunday bo'ladi ekan. Bu onamiz lekin esida qolgan narsa bo'yicha bir tarafdan shu o'qigan narsani deb bir tarafdan hozir zamon uyg'urcha nimasini deb birmadi. Aytib, bu hayron qoldim bu onamizning bu esiga, bunday cho'ng yoshli odamning bu qadar esining yaxshi bo'lishiga. Amaliyotda agar o kitob agar suzuk besilgan bo'lsa, saqlanib qolgan bo'lsa, biz o'qiy olamiz. Biz 100 yil burun shu hammamiz butun turklar shu ash yoziqda o'xshash bir yoziqda biz aloqalashgan. Hammamiz shu yoziqda madrasada o'qiydik, o'zra jurnal chiqardik, qarangishdi. To'liq go'zal bir eslatmalarni eslatib o'tdingiz. Bog'larni, undan keyin Uyg'urlarning turmushini, bizning madrasamizning hamma narsa ko'z oldimizda shakllantirib bek xush bo'ldik. Hamda siz yangi yosh ma'rif va diniy ishlar ministri bo'ldingiz. Uzunmi bo'lmadi, ammo sizningki xizmat planingiz tuzildimi? Agar tuzilgan bo'lsa bizga bir deb beramiz. Bu shuni so'raganingiz bek yaxshi bo'ldi, chunki men shu to'g'riliqda o'zimizning planimizni tuzdim, ham xalqimizning bizning kutadiganini amaliyga shuning uchun o'zining hukumat qanday bo'lishi kerak, buni kutgan umidlari bor. Shuning uchun shu xizmat planimizni bir tunishtirib o'tsam, ham bu yerda bir e'lonni berib olsam, bu xizmatimni tunishtirishdan burun va planimni tunishtirishdan burun bizning shu planimizga qiziqadigan va shunga bir ish qila oladi ekanman, o'zimizning hukumatida xizmat qilib o'zimizning mustaqilligimiz uchun bir kichik to'pamni qo'shay deydigan insonlar bo'lsa, shu planlarimizga quloq solib, shularning ichida yetersizliklarimiz bo'lsa to'liqlab, o'ziga yoqqan yerlar bo'lsa bir kishilik xizmatini vazifa elishini umid qilaman. Endi bizning planimizda biz to'g'ri biz vazifamizga ag'il 2 oy bo'ldi, ammo 2 oymi bir
еңі болған, бір мұстақиллық еңі болған, бір мәсулiyet туғыс болған инсан үшін ұзын бір вақыт. Шуның үшін немізде 5 түрлі қызмет планын түзіп шықтық бұл мұддет ішінде. Бұл 5 түрлі қызмет планының яндаш бір кандидат қызмет планымыз бар. Әмді бұны бәз ізденіштерден кейін ресми план пішіқлап ішлеп шыққанмақшы. Әмма 5-ні тоқталған вақытымызда біріншісі алды білән біз işlarni plan betkab qilib, hechkimdan vazif so'rayolmaydigan bunday ishga xotim berish uchun, ya'ni bir-birini ta'qib qilgan sistemning yo'q bo'lishini xotim berish uchun biz nima qilamiz degan vaqtida, shu ma'rif ministrligimizda oldi bilan kichik ko'lamda zamonaviy qurollar, metodlar, yumshoq detallarni ishlatib, o'zimizning bir vazif ta'qib sistemasini qurib chiqamiz. Ya'ni buning tayyor qurollar bor, uni o'zlashtirib, o'zimizning amaliyatimizga mos keladigan, shu qurollardan foydalanadigan ve onundan doklad hazırlaydıgan muşundaq bir mexanizmni qurib chiqamiz. Ya'ni qanday qilamiz degan vaqtida oldi bilan biz har 3 haftani bir xizmat muddati qilib bo'ldik. Bu xizmat muddati boshlanishdan burun oldi bilan biz xizmat vazifa belgilash yig'ini ochamiz. Bu vazifalarni oldi bilan hech kim taqsimlamay turib bu vazifalarni bekitib chiqamiz. Masalan, 2 soatlik dars so'zlash degan bo'lsak, 2 soatlik dars so'zlash, anandaki neyt tabriknomasi yo'llash xalqimizga bo'lgan bo'lsa, ro'zitlik bo'lgan bo'lsa, uni vazif qilib belgilash. Mushuna vaziflardan 20-30 tuzib olgandan keyin anda mush 3 hafta ichida kim nimani qila oladi, shu odamlarga birdan-birdan bo'lamiz bu vazifalarimizni. Andan buni bilib bo'lgandan keyin bu insonlarni har haftada 3 qitim 10 minutdan hozirgi zamonaviy shirkatlarda ishlatayotgan stand up meeting deydi. Ya'ni biz yuz ko'rish yig'ini deb ataymiz buni. Bu yig'inimizda her bir adam tünügün nima ish qildim, bugun nima ish qilaman, tünügün qilishimni qanday to'salg'ulik uchirdim, bugun qilmoqchi bo'lganimni kim menga yordam qila oladi degan mush temada o'zining gapini qilib o'tadi. Ya'ni 1 minut nayt qisqa holatda. Ortiq ushaq gap qilmasdan. Shuni ular hammadan biladi. Vazifa nerede ketib bordi, qanday yordam kerak, men bu vazifada qanday rolni ola olaman, uning vazifasida. Bu shuni amamiz. Ondan 3 hafta oxirlashgandan keyin bu vazifamizni xulosalab, ondan bu nimamizni xulosamizga qilib chiqamiz. Ya'ni palanning vazifa tugmay qoldi. Nimish tugmay qoldi? Qanday qiyinchiligingiz bor? Nimish tugtanmaysiz? Bundan keyin bunday vazifalarni sizga beramizmi, bermaymizmi? Bunday narsalarni deyishib chiqamiz. Anda xulosalagandan keyin ikkinchi vazifa bo'lgining buning planini tuzib chiqamiz. Mana bu tarakida 3 hafta aylanib maqdi. Biz bu orqali cho'ng naytlik amalga oshirib bo'lmaydi, bu xiyolga degandek vazifalarni kichik bo'laklarga bo'lish orqali amaliy konkret vazifalarga bo'lish orqali buni qadam-qadam o'rlashtirish orqali buni tugatib chiqamiz. Endi ikkinchi bu narsani biz yarim yil sinagandan keyin biz qo'limizda ba'zi dokladlar hozir bo'ladi va amaliy tajribalar, nazariyalar bo'ladi. Bularni oliy kengashimizga, hukumatning, parlamentning oliy kengashiga va boshqa ministrliklarga tavsiya sifatida, taklif sifatida sunamiz. Moskvaga ministrliklarga musha andizini qo'llanib, hammalarni shunday vazif ta'qib sistemasiga akiramiz. Bu orqali bizning xalqimizning bizni kutayotgan umidini oqlay olamiz deb ishonaman. Endi ikkinchisi biz bir ma'rif fondi qurishni o'ylashdik ministrligimiz nomidan. Bu ma'rif fondimizda yoki Sharqiy Turkiston milliy uyg'onish harakatining bir tarmog'i qilib qurib chiqamiz yoki Gollandiyani asos qilgan Sharqiy Turkiston milliy ma'rif fondi deb ism qo'yib yangidan boshlab qurib chiqamiz. Endi bu fondimizning funksiyasi qanday bo'ldi, nima xizmatlarni qilamiz degan vaqtida birinchisi bu fondimizda ayrim sanduqlar bo'ladi. Bu sanduqlar birinchi bo'lib muntazam ma'rif sanduqi. Sizda aytgandek bir millatning tili yoki bir millatning mavjudligi uning ma'rifi bilan bevosita munosabatli. Endi bizning ma'rifimizning mavjudligi nima bilan munosabatli, tilimizning mavjudligi nima bilan munosabatli degan vaqtida butun kunlik muntazam ma'rif bilan munosabatli. Buni cho'qim amalga oshirishimiz kerak. Bu balkim xiyaldek tuyulishi mumkin, ammo buni cho'qim bolalarimiz yaslidan tortib boshlang'ich to'liqsiz to'liq o'tirni, hatto oliy maktablarni muntazam ma'rifda butun kunlik Uyg'ur tili ma'rifida o'qiy oladigan qilib buni qurib chiqamiz. Buni planni nimasini qurib chiqdik. Endi buning ketadigan mablag'lar va ketadigan chiqimlar hammasini bu turning ishiga akirib birinchi bo'lib muntazam ma'rif sandig'i deb ataymiz. Ikkinchisi mushu muntazam ma'rifimizga munosabatli bo'lgan konferensiya chaqirmoqchi inshaalloh. Bu yilning oxiri yoki kelar yilning boshlarida, balkim kelar yilning oxiriga surilib ketib qolishi mumkin. Alloh fursat bersin. Bu konferensiyani qurib chiqamiz. Endi bu konferensiya to'g'riliq 4-turlik nimiz planimizda tafsilot to'xtalman. Endi ana til sandig'i, ana til maktablarining sandig'i. Bu sanduq qanday bo'ldi deganda, biz ana til maktablari bilan aloqa qurishni planladik. Bu ana til maktablarining ba'zilarida bizga hozirgacha kelib bo'lgan ba'zi planlarda qanday desa,
bu ana til maktablarga ba'zi ehtiyojlari bo'lishi mumkin. Bir ana til maktabini alganimizda bir davlatdagi agar 200 yevro atrofida pul bo'lsa, shu ana til maktabiga berib kelgan o'qituvchining ba'zi chiqimlarini qilib beralik, bu maktab davomlashar ekan. Bo'lmay qolib qolsa, bu davomlashi qiyin bo'lib qoldi ekan. Mushuni o'xshash kichik turlarni kichik sanamay tutib menib, buni bir tur qilib ishlab chiqarib, andin pishiqlab ishlagandan keyin biz buni xalqimizga sunib, bundan bir yordam berishni qilamiz. Endi undan keyin qanday nima desa, nashriyat sanduqi. Nashriyat sanduqi qanday bo'ldi desa, biz mush muntazam ma'rifimiz uchun muntazam darslik ketadi. Darslik ketadi va buning yangish foydalanish materiallari ketadi va ana til yoki Uyg'ur tiliga munosabatlik nayt isil asarlar maydonga kelyapti. Mushularning qiyinchiligini hal qilish uchun biz bir nashriyat sanduqi qurib chiqmoqchi. Andan keyin biz yana bir mukofot ta'sis qilmoqchi. Ya'ni hukumatimiz nomidan, Ma'rif ministrligimiz nomidan bir Sharq Turkiston o'qish mukofot puli ta'sis qilmoqchi. Bu orqali biz shu o'zimizning mustaqilligimizga bevosita munosabatlik, nayt muhim bo'lgan sohalarda o'quvchilar bizning qarindoshlarimizning, yosh avlodlarimizning qiynalib qolmay, faqat shu o'zini butunlay ilmga atab turib, boshqa narsalardan g'am qilmay o'qishni bitira olishi va vatanga, millatga yordamli odam bo'lishi, yaramli musulmon bo'lib chiqish uchun biz bu Sharq Turkiston o'qish mukofot pulini ta'sis qilmoqchi. Bu fondimizning nomida. Endi undan keyin yana oylik qarorlik yordam sandig'i bor. Bu oylik qarorlik yordam sandig'i degan vaqtimizda hamma odam men boshqalarga yordamga ehtiyojim bo'lmaydi, men hech qanday bir hech kim muhtoj bo'lmayman deyolmaydi. Hech kimga muhtoj bo'lmaydigan zot faqat Alloh. Undan boshqa hammamizning qiyinchilikda qolgan vaqtlarimiz bo'ldi, bir narsani yo'qotib qo'ygan vaqtlarimiz bo'ldi. Bunday vaqtda ma'lum mezgil yordamga ehtiyojimiz bo'ldi. Biz shu oilalarni bekitib chiqqandan keyin shu oilalarning ehtiyojini bir qismi emas, butun ehtiyojini chiqadigan bir turni bekitib chiqqandan keyin, masalan, bir oilaga manchilik pul ketgan bo'lsa, shuni yordam qilgan odamlarni tepib olgandan keyin ma'lum muddat muntazam izchil davomlashtiradigan shunday yordam turini ta'sis qilmoqchi. Ikkinchi planimizda har qaysi turlarni biz rasmiy kasbiy holatdagi turda, masalan, parlamentga sungurilgan, tashkilotga sungurilgan, xalqning oldiga qo'yilgan, ya'ni bunun konteksti nima, bunun mazmuni nima, nimishga bo'lib qoldi, qancha pul ketdi, bundan chiqadigan yordam, bundan chiqadigan natija qanday degandek mushunaq hamma narsani o'lchamdagi holatda tur materiali hozirlagandan keyin buni o'zimizning Ma'rif ministrligimiz va mush fondimizning to'r betini qurib chiqmoqchi, buning bizga yordam qiladigan yerga qo'yib chiqmoqchi buni. Ondan biz burun bo'lib boqman yoki burun bo'lsimi, kichik ko'lamda bo'lgan yoki biz xabarsiz qolib qolgan bir narsa qilmoqchi. Ya'ni bir rol aplarni yasab chiqmoqchi. Rol ap deganda biz bu konferensiyalarga yoki bir namoyishlarga borsak, yana mana bir lavhalar bo'ldi. U lavhalarda ichkilik kod yoki bir narsa tashviqot varaqlari bo'ldi. Biz shunda o'zimizning fondimizning nomidan qilgan namoyishlarda va yoki shuning xos holatda iyona chiqish yoki tashviqot faoliyatlari o'tkazgan vaqtimizda shunda rollarni yasab chiqib, o'zimizning yosh bolalarimiz yetilyapti, o'smirlar yetilyapti. Buni 6-chi kandidat planimizda tafsil to'xtalma. Mushlarga vazifa berib, mushlarni taqdirgan, mushlar bir narsa qurib chiqmoqchi. Endi 5-inchisi to'rbat. Endi bir fonda yoki Ma'rif ministrligimizning nomida bir to'rbat qilish orqali o'zimizning mushlar o'lchamli tur materiallarimiz, Sharq Turkiston Ma'rif strategiyasi, Sharq Turkiston Ma'rifining Sharq Turkiston mustaqilligida tutgan o'rni va xalqaro va insoniyat dunyosiga bo'lgan ahamiyati qatorliqlarni biz shunday qo'yib ma'miz. Andan bu tashviqotimiz har xil tillarda bo'ladi. Şunu bilen bu bir teşviqat supumuzga aylandi xalqimizning. Hem de 3-cü planımız, ana planımızın 3-cüsü ana til maktablari bilan aloqa o'rnatish deb qo'ydik. Bunun da ana til maktablari bilan aloqa o'rnatish orqali bularning qiyinchiliklari nima, bizning kutadigan umidi nima, andan biz ularning nariga yordam qila olamiz. Ular bugunga qanday tajribalari bor biz o'rganadigan. Bularni kengashib chiqqandan keyin bularning turlarini hozirlaymiz va abay degandek mush turlarga agar bizning yordam qila oladigan yerlarimiz bo'lsa, bizning fondimiz orqali bu qiyinchiliklarni hal qilamiz. Hem xalqimizga murojaat qilamiz, hem sirtga murojaat qilamiz. Endi bu fondimizning bir muhimiyat tushib qoldi. Qanday desa, bizning fondimizni qanday qilib qurib chiqishimizga vaqtda bundan burunqisi 90% yoki 95% o'zimizning xalqiga yuzlantirdik fondini. Endi bizning qiladiganimiz xalqimiz va xalqaroga va yerlik millatlarga teng holatda murojaat qila oladigan va ularni oldiga qo'ya oladigan bir supa hozirlaymiz. Chunki har qanday hammamizning beshini o'tib baqqan bo'lishi mumkin. Bir chet ellikka
yoki bir nimaga yerli xalqlarga, arabga bo'lsin, turkga bo'lsin va yoki g'arbdagi odamlarga bo'lsin, insoniylik tuyg'usi o'lmagan odamlarga bo'lsin, bizning dardimizni olganki birinchi urib deydigan gapi projektdan bormi, men yordam qiladigan bir tur bormi? Chiqimi aniq bo'lgan, nishoni aniq bo'lgan, undan chiqadigan natija aniq bo'lgan, shunday bir planim bo'lsa, men shuni oylik a'zo bo'lay yoki men yordam qilay. Benim ata-onam bor, qarindoshlarim bor, men 10 odamga kiralayman degan gapni men o'zim anglagan va boshqa bunday gaplarni anglayotdim. Lekin biz unda bir narsani tutibli ko'rsatmayapmiz hozir. Biz mushu bo'shlikni to'ldirmoqchi. To'rbetimiz orqali. Andan keyin bu ana til maktablari planimizda yana bir narsa, qanday bir narsa desa, bizning mushu muhojiratliklarning statistikasini elish nihoyat og'ir test bo'layotgan bir masala. Biz bununla nim qilib, bir programmerlar gruppasi qurib, buni o'quvchi xotirlash sistemasi yasab chiqishni planladik. Bu orqali o'quvchilarimiz bu o'rtaq sistemada bexatarlik yuqori bo'lgan bu sistemada xotirlandi, ularning natijalari, ularning saviyalari xotirlanib qolgandan keyin biz statistikaga ega bo'lgandan keyin hukumat nimasida turib bunun qarta bir strategiya belgilaymiz va shuni qarta bir o'zimizning planlarimizni tuzaymiz. Bu bizning naytda kelgusidagi strategiyamizga naytda halqiliq ta'sir ko'rsatadigan bir sonliq ma'lumot bo'ladi. Ham to'rtinchisi konferens o'tkazish. Konferens o'tkazishimizda ikkinchi planimda deb ketgandek, bu fondimizning muntazam ma'rifning nimasini shakllantirish uchun, shuning bir ultash selish uchun bir konferens o'tkazmoqchi. Bu orqali qanday qilamiz? Bundan chiqadigan natija nima bu konferensdan desa, oldi bilan nurg'un mavjudligimizning boshqalarga bo'lgan ta'siri, boshqalarga bo'lgan insoniyatga bo'lgan ahamiyati mush to'g'risida har xil temalarda maqola hozirlaymiz. Muntazam ma'rif uchun darslik tuzish uchun vazifalarni konkret holatda shu konferensga kelgan kishilarga taqsimlaymiz. Bu konferensning asosiy nishonimiz. Bunu qilamiz inshaalloh. Andan 5-si qaralik tarbiyalash kurslarini ichish. Qaralik tarbiyalash kursi degan vaqtimizda mesela diniy jihatdan ma'lum bir so'zni muddatga bo'lib tafsirlash, o'z ichimizda va bizning atrofimizga, xalqimizga qisqa muddatlik va unumli bo'lgan shunday bir diniy darslarni qilish, andan 40 hadisga o'xshagan qisqa hadis kitoblarini sharhlash, o'zaro dars qilish, andan nayt kichik bo'lgan, qaratmaligi aniq bo'lgan, konkret bo'lgan fanniy nimalarda bir maxsus kasb egalarini taklif qilish orqali buni nim qilib chiqish. Bir kichik qisqa muddatli tarbiyalash kursini ichish. Masalan, bunga deylik bir taklifnoma yasash degan bo'lsa, Photoshopda buning 8 soat vaqt ketgan bo'lsa, yutib chiqishga bir kasbiyatni taklif qilamiz, buni plan tuzgizamiz, andan qatnashgan odamlarni o'z ichimizdan va sirtdan izlab, buni bir muntazam shaklda natija surishtirilgan, topshiriq surishtirilgan holatda qilib, shu qatnashgan odamning hammasi bir taklifnomani Photoshopdan foydalanib tuzalaydigan holatda. Masalan, bu misolga ashna qilib chiqamiz. Andan bu qaralik tarbiyalash kursimizning yana bir nimasi, Tashqi ishlar ministrligimiz bilan, bo'lib sog'liq yondashimiz bilan zich hamkorlashib, shu har qanday bir proyektga tur material hozirlaydigan. Bu nayt bir kam qolgan bir ekan. Buni projekt, masalan, parlamentga sunsaqmi, malaning bu proyektini e'tirof qilgan to'g'ridagidek va tashkilotligimi, jamiyatligimi sunsaqmi, malaning bu proyekt mandaq kelib tushunadigan o'lchamlik tur material hozirlash kursi qilamiz. Andan asosiy diplomatiya qoidalari. Masalan, parlamentni ziyorat qilib, bu qitim qurultimizda hammamiz shunda ta'sirlandik, shunda qo'shildik. Ammo bu yerda ba'zi vaqtda nima ish qilishimizni, qancha odamning kirishini, qanday gap qilishimizni, qanday turishimizni ba'zida tengirqab qolgan ishlar bo'lib qoladi. Shunga o'xshash nihoyatda inchki bo'lgan, hammalarga qo'llanishchan bo'lgan narsalarda qisqa mezgillik tarbiyalash kurslarini qilishni o'ylashdik. Andan peshqadamlar bilan suhbat o'rinlashtirish. Mesela yaşlar bulupmu xas yaşlarga 100 liranı qilish imkoniyati bo'lsa 100 liranı bo'lmasa to'rdan qiladigan. Endi bu 5 turli xizmat planimiz tugadi. Hamda 6-chi kandidat nimamizni qaysi degan vaqtida o'smirlar jamiyati qurish. O'smirlar jamiyati qurish degan nima kandidat qilib qo'ydik degan vaqtda biz har qaysi davlatlarning qonun ustida izlanishimiz kerak mayli. Masalan, qancha yosh kirgandan keyin bunday faoliyatlar qatnashish bo'ladi, qancha yosh kirgan vaqtda nima ishlarni qila oladi degan narsa to'g'ri izlanishimiz kerak. Bu orqali bu bizning keyingi avlodlarimizning eng asraydigan yerimiz bu davani ma'lamdu, ma'amamdu, izbasar bo'lalamdu, bo'lamamdu peshqadamlarga degan bu narsani asraymiz. Bu narsaning halqisi nima deganda bu bolalarimiz chuqur bu mas'uliyatni o'zi hozirdan boshlab o'z ustiga olish kerak.
bilib o'zining bir ishidek buni his qilish kerak. Shuning uchun biz mush fondimizning ba'zi vazifalarini mushta bir jamiyat qurib, masalan, poyezd stansiyalarida bu yerda bizga doim uchraydi o'quvchi bolalar, 15-16 yoshli bolalar. Bir nimani tanlaydi, muhit asrash fondiga a'zo bo'ling, efendim, tinchlik saqlash fondiga a'zo bo'ling deb zodi bizni shu narsaga qoyil qilib, ta'sirlantirib, shu narsaga oylik a'zo qilib qo'ydi. Kartimiz yaraydi, ular bizni a'zo qilib qo'ygandan keyin 10 yevro, 15 yevro tutdi. Endi biz bolalarimizga mush vazifani topshirish orqali bularni mushuna faoliyatlarni o'zlari o'tkazib tashkillash orqali ular maktablarda bolalarga mush to'g'riliq konferens beradi. O'zining sinflarida o'zining vatanini tanishtirgan ba'zi temalar bo'ldi, haftaga bo'lib tema qilgan vaqtida. Bular bizning vatanimizni tanishtira oladi, bizning ideyamizni tanishtira oladi, bizning tashviqotimizni qila oladi. Bu fondimizning vazifamizni topshirgan vaqtimizda bular bu orqali bu o'zining ishgaligini his qiladi, ham har kim bir odam bularga javob qaytargan vaqtida bir umidni his qiladi. Shuning bilan bular bizning izbosarlarimiz va peshqadamlarimizning izbosarlari bu davoni o'zining ishidek olib keta oladi. Shuning uchun buni biz kandidat qilyapmiz. Inshaalloh buni biz pishiqlab ishlab chiqargandan keyin buni bir rasmiy plan sifatida buni ijro qilishga boshlaymiz inshaalloh. Bizning planlarimiz hozircha bu. Rahmat, nurg'un planlarni tuzib chiqibsiz. Yosh bo'lgandan keyin yoshlarniki o'ylaydigan o'xshamaydi ekan. Uningni aytib konkretni, zamonaviy, unumli planlar ekan. Hamda buniga bir narsani qaytib qo'ysam, o'sha hukumatning ma'rif sistemasi bo'lgan emas, hukumatning Sharqiy Turkistondagi siyosatni tadqiq qilgan siyosiy instituti degandek bir mazmunda bir program tuzalamsizlar. Buningdagi maqsad hukumatning siyosatlarini haqida tunishtirish va uni radlab chiqish. Buning mushunga bir narsalardan bu ma'rif bo'lgandan keyin albatta uningda bir sistemalik bir material bo'lishi kerak. Hukumatning masalalari ve bizning siyosatimizni bilish, masalan, bizning siyosatimizni qarta bir tarbiyalash bormi yo'qmi degan narsa. Bir ideyada tayyorlab qilib qo'ysangiz, chunki siz yamancha planlarni o'tirib qo'ydingiz, men pek hayajonlandim, xush bo'ldim. Bunisi bu planlar bunda qil deb qo'ygan gap emas. Tafsili inchga o'ylanib o'tirib qo'yibsiz. Amaliyotda biz bu mustaqillikni qo'lga olamiz deydiganmiz, cho'qim konkretni tafsili bir qadamda ma'nogan planimiz bo'lishi kerak. Xuddi sizga o'xshash. Ma vaqtni ma'no qilamiz, 3 haftalik vaqt beramiz, undan keyin yig'in ochamiz, xulosalaymiz, qila oladiganini qila olgancha, qilolmaydiganini qilolmagancha deb. Bir qadamda menish kerak. Herkes bu 4 yil mush huquqda o'ltirmay, 4 yildan keyin men javobini bersam bo'ladi. Deb 4 yil to'shqandan keyin mushu qiyinchiliklar chiqdi, chiqishni qilib bo'ladi deb o'ltasaqmi, bu huquqni o'tib ketadi, lekin sizning tutgan yo'lingiz to'liq to'g'ri. Men pek ta'sirlandim. Hamda asli bu sizning fikrlaringiz to'g'risida texnik so'zlasak bo'ladi, ammo vaqt munosabati bilan eng oxirgi savolni so'ray. Bu din va ma'rifningki tubki maqsadi mustaqillikmi va yoki boshqami? Siz buni amaliyotda deb qoldingiz oldida. Bir xulosalab deb bersangiz. Endi bu savolingizga nisbatan nihoyat oddiy bir javob bersak, albatta u mustaqillik. Mustaqillik deb tugasak, nihoyat oson tugaydi. Ham bu bizning negizi shu. Oddiylik qilib turgan vaqtimizda tubki nishonimiz. Lekin ozroq cho'nqurligim bor bu masalada. Bir ishni bersangiz-mi? Ozroq cho'nqurlasak, diniy jihatdan agar Sharq Turkistonning mustaqilligi desak, millatchilik ko'p qoladi, yoki bir ta'subiyatchilik ko'p qoladi, qavmiyatchilik ko'p qoladi deydigan insonlar hozir yo'q emas. Biz butun insoniyatning davosini qilsak bo'ldi deb mana shu orqali yo'q emas. Bular deydiganim oldi bilan mana dunyoning xaritasini oldiga qo'yib, o'zlari o'rnamoqchi bo'lgan, o'zlari hozir davosini qilsak ummatchilik ko'p qolmaydi, millatchilik ko'p qolmaydi, ummatchilik qilgan bo'lamiz degan insonlar shu yerning shu o'zi davosini qilayotgan yeshil rangda bo'yab bunda dunyoning xaritasiga qarab baqsa, Sharqiy Turkistonning bir eshiklik rolini o'ynayotganini, bir to'sma rolini o'ynayotganini ko'ra oladi. Aqli bo'lsa. Mushuni qaraydigan bo'lsak, Sharqiy Turkiston 1000 yildan beri insoniyat jamiyatini, islomiyat dunyosini mushu Xitoylarning yomonligini qo'llab kelayotgan bir mustahkam qo'rg'on bo'lib kelgandi. Afsus, yaqindan beri bu yaqin kunlarimizda bu yemirilishga oz kelyotdi. Ammo biz buni yemirilib ketishni saqlash uchun bu kurash yo'liga atlandik. Endi bu insonlarimizga deydiganimiz, bizning nishonimiz mustaqillik. Hargiz bu Sharq Turkistonning mustaqilligi hargizmi bir qavmiyatchilik qilganlik yoki bir ta'subiyatchilik qilganlik yoki millatchilik qilganlik emas.
balki islomchilik qilganlik, insonshunoslik qilganlik, ya'ni insonlik qilganlik. Bütün insoniyatni bu Xitoyning sharridan qo'g'dash. Shuning uchun bizning tubki nishonimiz va diniy majburiyatimiz shuni taqozo qiladi. Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun biz o'zimizning bir kishilik nimasi vazifamizni ado qilishimiz, bir kishilik burchimizni ado qilishimizni taqozo qiladi. Shuning uchun biz deymiz, bizning din va ma'rifat ministrligimizning tubki nishoni nima esa mustaqillik. Chunki bu bizning diniy majburiyatimiz va bizning insonlik majburiyatimiz va bizning mustamlika vatan qul bo'lgan ota-onamiz, qul bo'lgan ojiz singillarimiz, dafsanda bo'lgan vatanimizning oldidagi bir qul farzandning majburiyati. Rahmat. Pek to'g'ri javob berdingiz. Bugungi bu suhbatimizga nihoyat inchik tayyorlik qilibsiz. Ham sizningki xizmat planlaringizdan bek qattiq ta'sirlandik. Yosh bo'lgankan, yoshlarning oldida yo'l uzun bo'ladi, qilgan ishlari konkret bo'ldi. Sizdek yoshlarni vazifaga qo'ygan bu qitimliq Sharq Turkiston sirkindi hukumatiga rahmat. Biz o'ylasak, bizning avlodlarimizga bera oladigan eng chong baxt hargizmi ularni taraqqiy qilgan davlatlarniki yuqori ma'rifat sistemasida o'qitish bo'lmasdan, balkim ona tilida o'zining ma'rifatida boshlang'ich, o'rta maktab tarbiyasini bera olish eng kam deganda. Ashunda bo'lganda bu bizning avlodlarimiz bera oladigan eng go'zal sovg'amiz bo'ladi. Masalan, mening o'g'limmi Yaponiyada, Amerikada o'qidi, ammo mening 11 yil o'zimninki do'stlarim bilan ana tilimda so'zlab, cho'ng bo'lgan hayotimni deb bersam, uningdan qattiq ta'sirlandi. Uni jannat kabi o'ylab, shuningga intiladi. Masalan, bizning avlodlarga bera oladigan baxtimiz mushu amaliyotda. Biz Uyg'ur tilida o'qiyotgan vaqtimizda atalmish g'arbga chet elga intilatdik. Amaliyotda o'zimizning tilida o'zimizning ma'rifat tarbiyalashning o'zi eng chong baxt. Demak, sizning qilayotgan ishingiz dal shu ish. Bizning yetmoqchi bo'lgan nishonimiz mustaqillik. Endi bu faqat mustaqil bo'lgan ahvol ostida amalga oshadi. Shundaqki bizning hozirgi vaziyatdagi tubki nishonimiz mustaqillik. Lekin bizning adaqqa nishonimiz hargiz mustaqillik bilan to'xtab qolmaydi. Bizning adaqqa nishonimiz biz adil, erkin bo'lgan, kishilik huquqqa hurmat qiladigan va kishilarning izzat hurmatiga kafolatlik qiladigan mushundaq bir Sharq Turkistonni qurib chiqish. Biz hammamiz mush yo'lda kurash qilamiz. Sizga o'xshash yoshlar, bizga o'xshashlar va hammamiz kurash qilsak, oxiri bu maqsadimizga yetamiz. Hammanglarning yangi yil muborak bo'lsin. Odil apamga rahmat. Allohga omonat. Xayr xo'sh. Kelar qatimliq suhbatimiz yana to'rda e'londa bo'ldi. Xayr xo'sh. Rahmat. Allohga omonat.